Assalomu alaykum Gulpamiz a'zolari, mana yumshoq mebelimizni remontdan chiqqan holati. O'ta ta'mir talab bo'lib ketgan edi. Divanini qo'llarigacha almashtirdik. Buni o'zi qo'li mustahkam yaxshilik uchun kraska qildik. Ko'p hollarda ko'pchilikniki yomon bo'lib ketgan bo'ladi, iloji almashtirib yuboramiz. Sizlarda ham shunaqa eskirib ketgan yumshoq mebellar bo'lsa, biz bilan bog'laninglar. Tez orada ta'mirdan chiqarib yangilab beramiz. Mana yangilanayotgan holati. Ichlari bizni xalq odamlarimiz mana tashi rosa zo'r deydi. Tash haqiqatan chiroyli turadi, lekin ichi mana tugab ketgan bo'ladi. Chekalarini ham reyka qilishib yuborgan.